Ey tinglovchi, siz bu haqda eshitganmisiz? O'zbekiston qamoqxonalaridan, tergov izolyatorlari va davlat xavfsizligi xizmatining yerto'lasidan yiliga 70 ga yaqin jasad chiqadi. Va bularning aksari dinlari sabab qamalgan musulmonlarning jasadlaridir. Shanlangan qo'llariga shirkni bo'lganga salom, qorong'u zindon ishra nurli qandilga salom. Uning yaqinlari kun uzga ma'lum qilishicha, qasd qilishda ayblanib, jazo muddatini o'tayotgan Ismoil Jahongirov 26 fevral kuni qamoqxonada vafot etgan. Uning yaqinlari kun uzga ma'lum qilishicha, ularga mahkum o'z joniga qasd qilganini aytishgan. Kuni kecha Olmaliqdagi koloniyadan 21 yoshli mahkumning jasadi chiqqani haqidagi xabarlar odamlarning qalbini junbushga keltirdi. Izolyatorda yotgan odam qanaqa qilib o'zini osishi mumkin? Kichkinagina joyda. Bular odam emas, bular maraz bular. Uyqu uyusin bular, hammasi uyqu uyusin. Qadariga ming la'natlar ekan. Shanlangan qo'llariga shirkni bo'lganga salom, qorong'u zindon. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hammamizga ma'lumki, kunimizda islomga va musulmonlarga qarshi yurtimizda keng ko'lamli ov olib borilmoqda. Kimda kim dini sabab qamalgan bo'lsa, ularga qamoqxonalarda misli ko'rilmagan zulmlar qilinmoqda. Ayni shu zulmlar kuchaygan vaqtda esa yurtimizda mangal festivali, piva festivali, yoshlarni islomdan uzoqlashtirish siyosati olib borilmoqda. Buni ortida davlat rahbariga, ichki ishlar organlariga, terrorizmga qarshi kurash bo'limiga, davlat xavfsizligi xizmatidagilarga shu savolni beraman. Siz bu muslimalardan, bu musulmonlardan nima topdingiz? Bomba topdingizmi? Qurol topdingizmi? Yo xavfli biror narsa topdingizmi? Yo'q. Bularda faqat Qur'on, soqol va hijob bor xolos. Shu narsa sizlarga xavflimi? Ajib. Musulmonman deb turib Qur'onga qarshimisizlar? Allohning farzi hijobga qarshimisizlar? Yoki Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ergashib soqol qo'yishgan bo'lsa, Rasulullohga qarshimisizlar? Subhanalloh, bilasizlarmi? O'zbekiston qamoqxonalaridan, tergov izolyatorlari va davlat xavfsizligi xizmatining yerto'lasidan yiliga o'rta hisob bilan 70 ga yaqin jasad chiqadi. Va bu jasadning aksari dini sabab qamalgan musulmonlarning jasadidir. Bu 70 ga yaqin jasad chiqadigan bo'lsa, bundan 20 tasi rasmiylashtiriladi, faqat bundan 5-6 tasi ommaviy axborot vositalariga sizdiriladi. Qolgan sirli 50 ta jasadga ko'z yumiladi, quloqlar yopiladi. Hech sizlar ko'rganmisizlar yuqori lavozimdagilarning farzandlari qamalganini? Yo'q albatta. Hech sizlar eshitdinglarmi hokimlarni yetimxonadagi qizlarni zo'rlagan uchun biror muddatga qamalganini? Yo'q. Axloq tuzatish yoki jarima bilan qutiladi. Lekin oddiy xalq va uning farzandlari esa Allohning dinini yoygan uchun uzoq yillarga qamalib ketadi. Bilmasdan telefonidan nashid chiqsa 5-6 yilga qamab yuboriladi. Shu o'rinda bir narsani eslatib o'tmoqchiman. Tergovchi tergov izolyatorida shubha ostidagi mahbusni urib o'ldirib qo'yadi tergov davomida. Yoki O'zbekiston qamoqxonalaridan, davlat xavfsizligi xizmatining yerto'lasidan o'nlagan musulmonlarning jasadi chiqadi. Bu nima degani bilasizmi? Bu bir bolakay yetim qoldi degani, bir ayol beva qoldi degani, bir onaizor farzandini dog'ida o'tadi degani. Endi savol, bularning intiqomi olinadimi? Yoki bularga qanaqadir xun to'lanaladimi? Yo'q. Temir tobutda olib kelib, ochtirmasdan ko'mib yuboriladi va bunga ko'pchiligimiz guvohimiz, subhanalloh. Siz Umar radhiyallohu anhu bilan o'sha davrning podshohi Jabala ibn al-Ayham o'rtasidagi voqeani eshitganmisiz? Qanchalar kunimizga yaqin ekanligini guvohi bo'lasiz. Saodat asri bizlarni hidoyat bog'iga chorlar, quloq soling bu so'zlarga. Umar radhiyallohu anhu ning xalifalik davrlarida Shomdagi G'assoniylar hukmdori, podshohi Jabala ibn al-Ayham islomni qabul qiladi va Umar radhiyallohu anhu ga maktub yo'llaydi. Ey mu'minlar amiri, men islomni qabul qildim. Agar izn bersangiz, sizni ziyorat qilaman. Uni islomni qabul qilganidan Umar radhiyallohu anhu xursand bo'ladilar va izn beradilar. Jabala o'sha davrning nufuzli hukmdorlaridan. Agar solishtirish kerak bo'lsa, kunimizdagi nufuzli prezidentlardan biri bo'ladi. U yo'lga chiqar ekan, o'zini qo'l ostidagilar va 500 otliq bilan yo'lga chiqadi.
500 otliqning bo'ynidagi marjonlar tilla-yu yoqut kumushlardan bo'ladi. Hattoki otliqlarining yopinchiqlariga tilla suvi yurg'izilgan bo'ladi. Tasavvur qilib ko'ring-da, qanaqangi darajada nufuzli va qanaqangi darajada boy bo'lgan hukmdor bo'lgan. U o'zini qo'l ostidagilari va tillaga burkangan 500 nafar otlig'i bilan Madina tomon yo'lga chiqadi. Uni islomni qabul qilganidan Madina ahli xursand bo'ladi, eshitadi va uni qarshilash uchun Madinadan tashqariga chiqib turishadi. Jabala o'zini qo'l ostidagilari bilan, otliqlari bilan Madinatul Munawvaraga yetib kelar ekan, uni Umar radhiyallohu anhu chiroyli suratda kutib oladilar. Islomni qabul qilganidan xursand bo'ladilar va hurmatini joyiga qo'yadilar. Bir muddat Madinada yashagan Jabala Umar radhiyallohu anhu bilan haj mavsumiga jo'nab ketadi. Ka'bani tavof qilayotgan vaqtida Jabalaning ortidan kelayotgan miskin, faqir bir inson bilmasdan uning izorini bosib oladi. Shunda Jabala jahli bilan ortiga qarab, haligi miskin insonni bir urib burnini sindiradi. Bu holatdan hayron qolgan musulmon kishi arzini Umar radhiyallohu anhu ga borib aytadi. Umar radhiyallohu anhu Jabalani huzurlariga chaqirtiradilar. Jabala Umar radhiyallohu anhu ning huzuriga yetib kelgach, Umar radhiyallohu anhu savol beradilar. Ey Jabala, bu miskinni urishlikka seni nima majbur qildi? Ey mo'minlar amiri, u meni izorimni bosib oldi. Agar Ka'bani hurmati bo'lmaganda, men uni boshini chopardim dedi. Shunda Umar radhiyallohu anhu aytadilarki, ey Jabala, men o'zing tasdiqlading. Haqiqatan sen bu birodaringni urib burnini sindiribsan. Yo sen uni rozi qilasan, roziligini topasan, yoki qasosini senda qo'llaymiz. Biz ham seni burningni sindiramiz. Jabala hayron bo'ladi. Ey mo'minlar amiri, men G'assoniylarning hukmdori bo'lsam, bu oddiy bir kambag'al miskin inson bo'lsa, biz ikkimizni tenglashtiryapsizmi? Qanaqasiga uni qasosini mendan olib berasiz? Axir men undan azizman-ku dedi. Umar radhiyallohu anhu aytadilarki, islom bizlarni teng qildi. Biz Allohning huzurida faqat taqvolarimiz bilan farqlanamiz dedilar. Yo sen bu birodaringni rozi qilasan, yoki biz ham sen uni qanday burnini sindirgan bo'lsang, shunday burnini sindirib qasosini olib beramiz dedilar. Jabala hayron qoladi va aytadiki, ey mo'minlar amiri, menga bir kun muddat bering, so'ng hukmingizni joriy qilaverasiz. Hattoki Jabala mana shu o'zi urib burnini sindirgan Fazoriy qabilasidagi shaxsni oldiga borib 10,000 dirham taklif qiladi, roziligini topishlik uchun. Lekin Fazoriy qabilasidagi mana shu miskin musulmon kishi 10,000 dirhamni olmasdan qasosimni olaman dedi. Va buni mo'minlarning amirini huzurida aytib tursa. Faraz qiling-de, aslida islomdagi adolat bilan kufriy demokratiya tuzumidagi qo'shtirnoq ichidagi adolatni solishtirib bo'lmaydi. Bu garchi sizlarning ko'zingizga adolatdek ko'rinishi mumkin, aslida bu razolat. Bu demokratiyadagi qonunlar yuqoridagilarga ishlamaydi, oddiy xalqqa ishlaydi. Xuddiki Yahudiylar o'zlarining kitoblaridagi qonunlarni yuqori lavozimdagilarga ishlata olmasdan oddiy xalqqa ishlatgani kabi. Siz bu holatni o'zingizda tasavvur qilib ko'rasizmi? Davlat rahbarining oldida ikkinchi davlat rahbari kelib, oddiy bir miskin insondan kechirim so'rab, sovg'a salomlar bilan kelib, uni roziligini topishga harakat qilmoqda, lekin davlat rahbari bunga qo'shilmayapti. Istasang buni rozi qil yoki biz ham seni burningni sindiramiz. Kechirasiz, bu holat faqat islom shariati bilan boshqariladigan davlatda bo'ladi. Kunimizdagi davlatda emas. Allohu akbar. Lekin kunimizdagi holat qanaqa? Uzoqqa bormaymiz. Minglagan musulmonlarni qonini to'kayotgan Yahudiy bor. Bo'lib ham bu askar Dubayda o'shani 3 ta o'zbek turib o'ldirdi, lekin tashqi ishlar vaziri bunga qo'shilmadi. Aksincha ota-onasini olib borib keldi. Aksincha ota-onasiga zulm qildi. Seni farzandingni terrorist qilib tarbiyalagansan dedi. Holat qanaqaligini tushuntirib beraymi? Yahudiylar musulmonlarni qonini to'kayotganda ularni qasosini olgan bir musulmonni ichki ishlar xodimlari kelib ota-onasiga zulm qilmoqda. Yahudiydan borib uzr so'ramoqda. Uzr, bizning yurtboshimiz sizlarni o'ldirib qo'ydi. Bizning yurtdoshimiz sizlarning yurtingizga terakt qildi. Sizlar qancha musulmonni qonini to'kinglar, istaganingni qilinglar, lekin biz sizlardan uzr so'raymiz deydi-yu, o'zining yurtiga kelib mana shu musulmonlarni qasosini olgan musulmonni ota-onasini olib borib keladi. Allohning yo'liga da'vat qilgan da'vatchini qidirib topib qamaydi yoki bo'lmasam yo'q qilishga harakat qiladi. Xuddiki Abdulloh Buxoriy yoki Obid Xorikalar singari. Xullas voqea shunday davom etadi. Jabala tarafidan burni sindirilgan musulmon qasos olishlikka qaror qiladi. Jabala esa Umar radhiyallohu anhu dan bir kun muhlat so'raydi. Unga muhlat beriladi. Yarim tunda esa Jabala o'zining qo'l ostidagilari va otliqlari bilan Rumga, ya'ni Vizantiyaga qochib ketadi. U yerga borib murtad bo'lib dinini o'zgartirib,
nasroniylikni qabul qiladi va umrining so'nggi vaqtlarida bu qilgan ishlaridan afsusda ekanligini, xor bo'lganligi haqida bir nechta qasidalar yozgan bo'ladi. Al-muhim etmoqchi bo'lgan narsam, sizlar o'zinglarni, yurtboshinglarni go'yoki Umar radhiyallohu anhu ga tenglashtirasizlar, musulmon deysizlar. Qani, qanchalagan musulmonlarning jasadi chiqadi, qaysi birini xuni, qaysi birini qasosi olib berilmoqda? Yo'q, bu narsalarga ko'z yumiladi. Umar radhiyallohu anhu ning adolatini qarang. Albatta adolat dinimiz islomdadir. Bejizga Umar radhiyallohu anhu etmaganlar. Islom bizlarni aziz qildi. Agar biz bundan boshqa, ya'ni islomdan boshqa yo'lni tanlaydigan bo'lsak, undan boshqa narsalar bilan hukm qiladigan bo'lsak, Qur'on va sunnat bilan yashamaydigan bo'lsak, batahqiq xorlik. Mening o'zbek qardosh, sen Turonning arsloni, to'ng'ringda jo'sh urgan asl imoning qani. Dunyolarni bersa ham tark etmasding diningni, senga unuttirdilar islomning haq yo'lini. Mening o'zbek qardosh, sen Turonning arsloni, to'ng'ringda jo'sh urgan asl imoning qani. Dunyolarni bersa ham tark etmasding diningni, senga unuttirdilar islomning haq yo'lini.